Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shunday bir Ramazon oyida hurmatli prezidentimizni boshlamasdan oldin har doim qaror chiqadi hurmatli prezidentimizning muborak Ramazon oyi munosib kutib olish haqidagi chiqargan qarorida bu Ramazon oyi mehr muruvvet, totuvlik, tinchlik oyi bo'lishi kerak degan topshirma qo'ydi. Vaqt Xayrxo'rlik jamoat fondi tegishli yerlarga imkoniyat darajasida bir yordam berib atramiz. Nukus qalasındagi Nukus Muruvvet Hayollar internet uyida bugun shu imkoniyat darajasida shu xabarlar jadvalida birgalikda xususiyatlarni akib berib atramiz. Ularning haqlarini duoda bo'lib turasiz. Ayında hükümeti prezidentimizin itibarı yerimizge halkımızga juda ulkan bo'ldi. Milyon şangıraqqa qarjılayıp ajratdı. Hamma yerlerde usunun bir hayır ihsanın faiz berekesi sebepli ne halkımız juda bir quvonchga to'lib, hammalaringizga bu Ramazon oyi muborak bo'lsin.